Konditsioner sistemani ichiga moy quyish kerakligini bilarmidinglar? Ko'rdinglar, mana pak moy 134A. Mashinalarda kompressor yoki trubka yoki radiator almashayotganda, gentralardami, любой mashinada mana kompressor mana mashina holatda moy quyib yuboriladi. Ko'rasizlar, trubkaning ichida moy quyib yuborilyapti. Sababi kompressor bu motor degani, ichida porshillari bo'ladi. Yurganda moydan turish kerak. To'g'risini ayting, bilmasmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, обязательно like bosing, bilmaydigan tanishlaringizni jo'natib qo'ying. Konditsioner zapravka qilayotganda ham обязательно kilogrammi bor. O'zini har bitta mashinani mana shunaqa joyda o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Mana Freoni R134A moyni ham yozib qo'ygan, qancha ketish kerakligini ham, Freonni qancha ketish kerakligini ham yozgan. Xuddi shunaqa qilib, mana taroziga qo'yib, gramovkalarini to'chni qilib zapravka qilinsa, inshaalloh ish sifatli va zo'r chiqadi. Biz ham xuddi shunaqa yaxshi freonlardan zapravka qilib beryapmiz. Moylarni, urg'inlarni hammasini cho'tki qilib, inshaalloh okaga ancha muddat konditsionerlari zo'r ishlab beradi. Maza qilib foydalanaveradi. Mashinalarni sifatli qilib 3-4 xil freonlarimiz bor. Sizlarni taluviyligiga qarab turib, xohlaganinglarni zapravka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xizmatinglarni shu do'stim o'zi cho'tki qilib beradi. Inshaalloh xizmatingizga tayyormiz.